Hammaga salom va sizlar navbatdagi hikoyani tomosha qilish uchun kirdingiz, shundaymi? Barchangizga rahmat va bu hikoya ham sizlarga manzur bo'ladi degan umiddaman. Bu sonda men unutilgan qo'lyozma nomli hikoyani sizlarga taqdim etaman. Mayli, hikoyani men boshladim. Qadimiy shaharning markazida eski bir kutubxona bor edi. Uning devorlari vaqt izlarini ko'tarib turar, javonlari esa yuzlab yillik kitoblar bilan to'la edi. Odamlar bu yerga tez-tez kelishar, ko'pincha yangi kitoblarni sotib olishardi. Kutubxonaning eng yuqori javonida esa chang bosgan bir qo'lyozma bor edi. Uning muqovasi eskirib ketgan, sahifalari esa sarg'aygan edi. Yillar davomida hech kim uni ochib ko'rmagandi. Bir kuni yosh bir yigit bu kutubxonaga kirdi. U oddiy kitob izlayotgandek ko'rinsa ham, aslida nimadir boshqacha narsa qidirayotgandek edi. Javonlarni birma-bir ko'zdan kechirarkan, tasodifan ko'zi yuqoridagi eski qo'lyozmaga tushdi. U stolni olib chiqib, qo'lyozmani ehtiyotkorlik bilan pastga tushirdi. Muqovasini ochganda chang havoga ko'tarildi. Keyin esa u sahifalarni asta varaqlay boshladi. U qo'lyozmani odatiy, falsafiy yo shunga o'xshash ma'noli deb o'ylagandi. Lekin unda g'alati fikrlar bor edi. Uning birinchi satrida yozilishicha, biz o'tmishda yashardik, lekin vaqtni behuda sarfladik. Har bir lahza yozilgandi, lekin hech kim uni o'qimadi, deb yozilgan edi. Bu fikrlarning o'zi uni e'tiborini tortdi. Davomi esa yanada sirli tuyulardi. Endi esa sen bu satrlarni o'qib turibsan. Bu degani vaqt va g'oya faqat tarixda emas, hozirda ham mavjud va yashaydi. Fikrlar unutilmaydi, shunchaki ularni o'qiydigan odamlarni kutadilar. Bu fikrlar uning dunyoqarashini o'zgartirib yubordi. U to'g'ri, fikrlashi o'zgardi, lekin ochig'ini aytganda, u buning mazmunini to'liq tushungani yo'q. U buni bir necha bor qayta o'qidi. Keyin esa bu qo'lyozmaning yozilgan davri bilan qiziqdi. Ma'lum bo'lishicha, bu qo'lyozmaning yaratilganiga 1,5 ming yil bo'lgan. Bundan tashqari, uning muallifi ham, qayerda va kim tomonidan yozilgani ham butunlay noma'lum edi. U uni o'zi bilan olib ketdi. Lekin keyingi vaqtlarda ham uni tushunish qiyin edi. Qisman anglashga yarim yil ketdi. Keyinroq u o'sha qo'lyozmani kutubxonadan olib shahar muzeyiga topshirdi. Bu yerda u eksponatga aylandi. U shunchaki bu fikrlar qanchalik chuqur ekanini tushunishga uringanlar uchun o'sha yerda ilhom manbalaridan biriga aylandi. Xulosa, u qo'lyozma qayerda yaratilgani yoki muallifi noma'lum bo'lsa ham, o'zida chuqur g'oyalarni ilgari surgan. Umid qilamanki, bu ba'zilar uchun tushunishga arziydigan narsa va bundan biror narsani anglay oldingiz degan umiddaman. Xo'sh, navbatdagi hikoya sizlarga yoqdimi? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.